Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulab tushayotgan yosh bolaga amaliyotdan ko'rsatgan va uning hayotini saqlab qolgan xalqimizga xos yuksak jasorat, qahramonlik va fidoyilik fazilatini yaqqol namoyon etgani uchun vatanga qaytish aytishlash bilan taqdirlanadi. O'zbek Respublikasi Vazirlar huzuridagi Migratsiya agentligining Rossiya Federatsiyasi vakolatxonasi rahbari Odilov. Tabriklayman. Bu degani O'zbekiston. Bu degani yilni xohlagan paytingizda telefon qilasiz, mana Temur akaga bilet kerak menga desangiz, sразу xabarlardan bilet qilib O'zbekiston bemalol qaytib olishingizga. Bo'ladi, rahmat. Tabriklaymiz aka. Esdalik sovg'alarimiz bor ekan. Borib turib uyda zerikkanda o'zingiz Xo'p bo'ladi. oshna og'aynilar bilan. Xo'p. Temur anaqa qilasizlarmi? Otalarimiz